bratan, наконец-то. Xo'p, velosipedni topshiradigan kunga ham eson-omon yetib oldik. Hozir uzun tezkordan o'zimizga ovqat zakaz qilamiz. Kimdir fast food xohlasa, kimdir osh-da. Osh emas u kerak. Endi misol uchun aytaman. Keyin pishkom kelgan kuryerga o'sha bermoqchi bo'lgan velosipedimizni berib yuboramiz. Bo'lmasa boshlaymiz. Kim birinchi zakaz qiladi? Men birinchi qilaman. Qonun olishdi kim? O'zingizdan qilasan. Senikidan qila olmaydi. Mana ketdi. Maxwelldan zakaz qilamiz. Tak. Ketdi. 8 ming. Ketdi. Kaplatsiya anaqa shartnomasi keling. Lo qanchada ketyapti? Maxwelldan zakaz qildik. Xudo xolisa 11:30 da yetkazaman deyapti. 11:30 gacha. Agar birinchi odamga nasib bo'lsa, birinchi kuryerga topshiramiz. Nasib qilgan bo'lsa, keyingisini kutamiz. kengisini kutamiz-da, bizlar. Nasib qilmagan taqdirda ham kimni aylanib o'tgan? Bifreshni xohlagan ko'rsat buni. Bifresh xohlagan ta'mini olib, bemalol olib ketsa bo'ladi. Bonus sifatida deydik. Hozir kuryer chaqiryapti. Любой kuryer kelsa. Любой kuryer kelsa, kelsa ham mashinada kelib qolsa ham bozoga agar gazli ichmaymiz desa, kuryer to'xtatib bera olsa-chi. agar gazli ichmaymiz desa, mana shu aka aysi qilib beradilar. 50 maxita. Gazli ichmas maxita qiladi. Xullas, bugun hech kimni xafa qilmaymiz. Kuryerimiz skuterda kelayotgan ekanlar. Hozir yana bitta sraz zakaz qilib qolamiz, vaqtni yo'qotmaslik uchun. Oqtepadan Shuhrat sangami? Da. Donar aytamiz. Donar. Tak. Bo'ldi. Tak. Tepeshi ko'rsatdimi? Ha? uzun tezkor bilan bu. Ha, uzun tezkor bilan bo'ldi. Ketdi mana, endi tengisini tutamiz. Hozir bu ham agar velosiped yoki skuter ko'rsatsa, keyingisiga zakaz qilamiz. Yana bitta narsa. Kellaring, undan ko'ra so'raylik. Hozir kuryerlar velosipedni arendaga ham olib haydayotgan ekanda. Yo'q, siz arendaga borish ham mumkin. Yo'q, men qara, yo'li bor, men hozir aytaman. Yo'q, kuryerdan so'raladi. Hozir arendaga ham olib chiqishayotgan ekan-a deyiladi. Ha, deydi, misol uchun to'g'rimi? 100%. Siz ham arendadamisiz deyiladi. Misol uchun. Ha, men arendadan yoki sraz aytadi. Ha, men o'zim arendadaman deydi. Tushunsan? Shu payt assalomu alaykum bo'ladi. Arenda kelyapti. Hozir bunga arendadagi anaqaga velosiped bermoqchimisiz? Men arendadaman to'g'ri. Bo'lmasa hozir birinchi zakazni уже aniq skuter u 100%. Ha, inlamaymiz deb bo'lmasa ikkinchi zakaz so'rab ko'ramiz. Ha, ikkinchi zakaz so'rab ko'ramiz. Salom. Aka, bizda aksiya ketyapti. Sizga. Charchamang. Yaxshi ishlang. Joy sotib qo'yganlar. Bitta odam xursand qildik. 5 kun ishladilar endi. Nima общий сложность? Nima anu? Qanaqa anu? Plus minus deydimi, o'zib deydimi? Ha, как раз men hamma narsa analiz qildim. Maksimalniy hamma narsa analiz qildim. Как раз minus plus tomonlarni aytmoqchiman. Bobur ham bir kun chiqdi, mazasi qochdi, bu ham aytolaydi. Yig'ib qo'ygan narsalar bo'lishi kerak. Men aytmoqchi bo'lgan narsam eng birinchi o'chirtda pishkomdan ko'ra velosiped yaxshi. Velosipeddan ko'ra skuter yaxshi. Eng niyat qilgan narsam shu bo'ldi. Bobur ham men shundan niyat qildi. Xudo xolisa, yaxshi niyat edi-yu, skuter berish niyatim bor. Ha, shunaqa как бы tematikada как skuter. Ha, chunki men velosiped haydaganimda velosiped qiyin ekan deb o'yladim. Kecha ko'rdinglar istoriyani. Velosiped kalti qolib ketgani sabab men kuryerlikni yarmini pishkom qildim, ishonasanmi? Yarmini pishkom qildim. Yarmini mashinada qildim. Yarmini samakatda qildim. Elektrosamokatda qildim. Elektrosamokat menga ishlagan pulimni rasxodi chiqdi. Anaqasi samokat удобствоsi, yurish, kirib ketish. Sal opasniyroq ekan. Chunki yuking og'ir bo'lsa, rul ketib qolyapti. Qiyin narsa. Sal xayoling ketsa boru, oyog'ing yerga tushib ketar ekan.
Manda shunaqa bo'ldi, katta ko'cha chiqib ketib qoldi. Ayollar qattiq. Yo, xayol bilanchi, bosaverasanmi, bilmayman. Yo, birinchi kun haydaganga shunaqami. Xullas, elektrosamokatda yo'q, elektrosamokatda dastavka qilishni maslahat bermayman. Birinchidan qimmat, ikkinchidan ne bezapasdi. Velosipedda ito bezapasdi. Chunki menimcha deb o'ylayman, oyoqni harakatini hisobiga qo'l shunga yarasha bo'ladi. Tushunsan, qo'lni o'zi harakatda oyoq qimillamasa, qanaqadir bilmayman. Sinxronizatsiya bo'lmaydimi? Yengillikda misol gaping to'g'ri, lekin men o'ylashim bo'yicha hozir odamlar o'zi ham samokat olyapti. Bu yengillik emas. Misol uchun anaqa qilsa bo'ladi. Ko'pchilikni ko'rdim, uyni o'zini samokatiga boks qilib qo'ygan, как mana shu bizning yashiga o'xshab. O'shanaqa qilib qo'yib, Sen anaqani aytyapsan. Sen anaqani aytyapsan. Gruzni oqib ketib qolmasligini aytyapsan. Da, qo'yib olgan qilsa bo'ladi-da. Как ну, yengillik bo'lganini hisobiga, может, qo'lda deyapsan, может, o'shaning uchun ham senga neudobство bo'lgan. Lekin yana bitta narsa bor. Pizza zakaz tushib qolsa, skuterda olib borolmaysan 100%. Men omadim keldi. Oxirida Papa John'sdan tushdi zakaz. 25 tushib qoldi-da. Baxtimga. Ha. Ichiga sig'di tushunmasam. Katta sig'mayapti. Katta sig'maydi, kattani ag'darasan. Men spesial nima yaxshi qilganimni sabab anaqani sumkani yonmachasi o'girasan deb tiqasan deb boylaysan. Nima? Voy do'm, qanaqa olib ketaman hozir buni do'mman deb qarasa kichkina ekan. Sig'animi olib ketsam bilmayman deyapti-da. Amallab tiqdim sig'di. Siqilmadi ham, qiyshaymaydi ham, sinmadi ham, chotga oldim-da. Agar shu katta razmer bo'lganda men namchi zakaz uyga olib ketardim, tushunsan? Agar bunaqa joylashtirsang bo'ldi, ag'aniydi-yu 100%. O'shanga shu tomonlari bor. Skuter, samokat kategoriyasi bo'lmaydi. Eng zo'ri skuter ekanda. Eng zo'ri skuter. Eng zo'ri elektr skuter. Kapasitesi bor, baribir anaqasi oshadi, skorost ham oshadi. Endi o'zing kontrol, o'zingning qo'lingda-ku. Endi adrenalin ham bor. Bilmadim. Yana minus tomonlarini aytaman. Yo'lda nima deydi? Balkim bilmagandan qo'ygandir, balkim bilib qo'yayotgandir, bilmayman. Noqulay mashinalarni qo'yib qo'ygan hisobiga velosipedda majbur bo'lyapsan katta ko'cha chiqishga. Ya'ni peshxod yuradigan yo'lga qo'yishyapti mashinani. Men o'zim uchun ham bilib oldim. Men o'zim ham mashinada yuraman, sen mashinada yurasan, bilasan. O'zing uchun bilib ol, unaqa joylarga mashinani qo'yma. Qo'ysang, velokuryerlarga noqulaylik tug'dirasan. Вообще o'z trotuarga qo'yish o'zi noto'g'ri. Noto'g'ri narsa, endi xayol bilan qo'yasan. Bu narsa xayolga kelmasligi mumkin. Balki spesialni qo'yadi odamlar. Ana kurta odamlar bor-ku, Inamarkada qo'yib qo'yadi. Ana o'shalarga video yetib borsa, iltimos unaqa qo'ymaylar. Velokuryerlar noqulaylik tufayli katta ko'chaga chiqadi. O'ziga xavf tug'diradi. U ham mayli emas u. Yana plus gay okalarimiz shtrafga qo'yishi mumkin. Noto'g'ri joydan yuribsan. Sizlarni noto'g'ri qo'yganinglarning hisobiga. Yana bitta tomoni, ozmoqchi bo'lsanglar, ertalab obedda qilinglar. Men o'zim 2 kunda 1,5 kiloga ozdim. Obedda qilganingiz. Obedda qilganimda 1,5 kiloga ozdim. Kechki payt umuman terlamadim. 9 dan 12 gacha, 11 gacha qildim, umuman terlaganim. Ishlash bo'yicha kechki payt, hozirgi paytda kechki payt yaxshi. Ha, kechki payt salqin, bemalol qilasan. 8 gacha ham normalniy deysan. Suv ham ichmadim-da. Yo, qorong'ulik anaqasicha. Endi men anaqa qo'ydim. U yo'lingni ko'rsatadi, yonlaringni baribir anaqasi qiyin bo'ladi. Endi rayonga qarab, Maksim Gorkiy hamma joy, pastki hamma joy yorug' bo'lgani hisobiga men qiynalmadim. To'g'risi men qiynalmadim. Chunki obzor baribir o'zingni fonaring yoningni ko'rsatadi, faring. Ha. Obzor baribir qorong'i bo'ladi-yu. To'g'ri. Yo'q, men qiynalmadim. Kech payt bir taraflama hamma narsani o'zing plyus-minus bo'ladi-yu baribir. Shunaqa. Shu aytolman, mana obedda hamma narsa ko'rasan. Obzor yaxshi bo'ladi. Obzor yaxshi. Lekin issiq. Sal isuvligi bor. Imini yozgi kunida sal qiyin shu tomon. Mashina ham olib mazza ekan. Kuzda mazza. Yana bir ikkita qo'shimcha qilmoqchiman. O'sha oldingi safar aytganimdek, internet yaxshi ishlamasa, обязательно seni qayoqqadir neto joyga olib kirib ketadi-dek. Ozginadan keyin davay razворот qil deydi. Razворот qilasan, no уже ancha vaqt yurib qo'ygan bo'lsa, bu kamida 3-4 minut degani-da. Misol, o'zi o'sha 3-4 minut senga anaqasi bilan beradi, zapasi bilan-da. Lekin birinchi zakazim shunaqa bo'ldiki, istoriyalarda aytganman, ko'rgan bo'lsa, 1 kilometr kirib, noto'g'ri kirib, to'g'ri o'tib ketib, dashi 1 kilometr qaytdim, minus 10 minutda yetib keldim. 9 minutda berdim, 10 minutda zakazni o'chirdim. Chunki birinchi zakazimda sal dovdiradim, to'g'risini aytaman. Chiqib zakazchiga anaqa qilmadim? Yo'q, atmay qilmoqchi bo'lgan joyda muomala qilib chiqib ketdim avvalo. Endi muomala ko'p lekin o'ziga yarasha adrenalini bor ekan, shu bitta issiq bilan internetda yetmasa, yaxshi bo'lib ketadi. Misol, kaji internetlar ham chiqqan hozir. Menimcha o'shalarda ishlasa zo'r bo'ladi. Yana bitta narsa, agar sizlar chiviy deydi-yu, choychaqa. Choychaqaga erishmoqchi bo'lsanglar,
xushmuomala bo'linglar. Qanchalik ishinglar og'ir bo'lishidan qat'iy nazar xushmuomala bo'lsanglar, ya'ni zakaz olib keldinglar, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yo, yoqimli ishtaha, приятный аппетита, o'rischa agar o'ris bo'ladigan bo'lsa, ishoninglar, u odam ham kayfiyati yaxshi bo'ladi, sizni ham kayfiyatingiz yaxshi bo'ladi, plus sizga shu choy chaqib pulni beradi. Hamma joyda muomala o'zi. Men shuni ham bildim. Yana nima? Restoranlar ish ko'pligidan, asar joyida emasligidan sizga qo'pol muomala qilib qo'yishi mumkin. Shuni so'ramoqchi edim. Shuni so'ramoqchi edim. Nima, qanaqa iminni bo'ldi. Ha, mana Boburda ham bo'ldi. Endi Bobur o'zi charchagan hisobiga ham menimcha muomala qilmadi. Muomala qilmadi qanaqa? Обычный keldi, zakazim tayyor bo'ldimi, yo'qmi? O'sha payt kirib, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Yo, bu yoqda chiroyli muomala qilsanglarchi, u ham o'ziga kelib qoladi-da. Kerak bo'lsa, solib beradi sumkangizni. Menda shunaqa bo'ldi. Где-то 90% kuryerlik qilganim 90% da restoran o'zi solib berdi. Chiroyli qilib, upakovka qilib, chiroyli qilib solib berdi. Nimaga? Muomala qildi. Assalomu alaykum, charchamayapsizlarmi? Yaxshimisizlar? Yaxshi ishlayapsizlarmi? Ketayotganinglarda ham charchamanglar, yaxshi ishlanglar deb ketsanglar, sizlarni eng katta yutuqinglar. Charchaysizlarmi? Ishinglarmi, toza qilsanglar, muomala bilan настроенияni charchashni aralashtirish kerak. O'zini o'zi shunaqa. Hamma joy shunaqa. Ko'rinadi. Просто endi men birinchi kun bo'lgani uchun просто как тестовый chiqib. Ну, вообще kuryerlikda ham birinchi martasan-da. Ha, volontyorство bo'lgani uchun, как бы men лишний обращать qilmadim bu narsaga. Lekin agar biznesda yoki qanaqadir основной доходga qaraganimda, men lekin qanaqadir ma'noda грубо говоря so'rab olardim. Tipa nima qolsa, men yomon ish qilayotganim yo'q, men просто so'radim. Men bilmayman qayerdan zakaz berishni, hamma tipa restoranda har xil joyda-da. Именно menda bitta joyda bo'ldi, restoranning otini aytmayman, mayli, lekin o'zi yaxshi joy, просто bolalar, ishchilar, именно zakaz bilan shug'ullanadiganlar sal yoshroq ekan, ahamiyat qilmaslikka harakat qildim. Ahror bilan aytdim, ahror agar shunaqa bo'lganda hozir boshqacha gaplashardim. Masalan, rahmat bo'lganda, tipa просто qiziq berishga chiqqanim uchun indamadim, ahamiyat qilmaslikka harakat qildim, ketdim. Kuryerlar bilan ishlaganman, men ham как бы zakaz berib anaqa ishlaganman. Odamni ish vaqti ishi ko'p bo'lib turgan paytda именно как бы senga zakaz beradigan odam kafe bor-ku. Ishi ko'p bo'lib turgan paytda ortiqcha e'tibor anaqa qila olmaydi-da. Agar bir ikkita yana savol beradigan bo'lsang, уже buni nima deydi? Aralashib ketadi unda ham. O'shaning uchun ko'p vнимание bera olmaydi. O'sha sal qo'pollik qilib qo'yish joylari bo'ladi. Endi uni aytganimdek aralashtirish kerak emas bir-biriga. Menda shunaqa bo'ldi. Antonlar zakazni sal qo'polroq gapirdi. Uzr aka, birinchi kunim dedim. Yo'q, birinchi kuningizmi deyapti, tushunasizmi? Shunaqa desang, balki shunadir, tushunasizmi? Aka, birinchi kunim edi, ozgina anaqa qilib yuboring, yordam berib yuboring, nima qilish kerak, qanaqa qilish kerak, nima o'qiting yo'q. Tipa spetsialniy emasda, rostdan ham bilmaganingdan so'rayotgan bildirib. Yo'q, shunaqa, Endi uni siz bilasiz, men bilmayman degandek savol bersak, u ham sal anaqa qiladi-da, aka, mana bunaqa qilish kerak, mana bunaqa qilish kerak. Menda shunaqa bo'ldi birinchi kuni. Aka, birinchi kunim qiyin bo'lsa kerak-a, anaqa. Xavotirman, yaxshi bo'ladi. U ham поддержка beryapti, tushunasizmi? Demoqchi bo'lgani har joyda muomala-da. Ikkinchi zakazimdan keldi. Aka, rahmat. Mana bu bizga padarka beryapti-ku, kuryerlarga aka. Ya'ni suvni ham olasiz. Suvni ham olasiz. Rahmat aka. Aka, charchamang, yaxshi ishlang. Rahmat. Nima aytding? Ikkinchi zakazimiz ham keldi. Afsuski, skuterda keldilar, mayli nasib qilmabdi. Keyingi zakazimizni endi yana kutamiz. Ikkinchi zakaz qildilarmiz? Yo'q, veli ko'rsatganda. Uchinchi zakaz ketdi. Nima aytasan? Menimcha haqli variant. Ko'p. Xo'sa. Tak, ketdi. Uchinchi zakaz kutamiz. Xullas, men nimaga именно kuryerlarga veli berish niyat qilganimni aytib bermoqchiman hozir. Bir kun shunaqa holat bo'ldi. Yangi uyga ko'chdik. Gaz yo'q. То есть ovqat qilishga sharoit yo'q, imkoniyat yo'q. Svet kamiga yo'q, ovqat isitib bo'lmaydi. Uzumdan zakaz qilamiz deyildi. Kim xohlagan narsani zakazini urib, xullas zakaz aytib yubordik. De zakaz tushdi, falon paytda keladi. Где-то bir yarim soat ko'rsatdi. Bo'ldi dedim, men ishlarimni qildim, u qildim, bu qarasam yarim soat o'tib ketdi. Anaqa kelmagan. Kuryer kelmagan. Men bu kelmadi deyman. Qotib qoldim, internet ishlamayaptimi deyman, telefon qolmadi. Aka, kelib qoldingizmi deyman. Ozgina qoldi. Kelib qoldim dedi. Bo'ldi dedi, 5 minutda kelib qolsa kerak edi. 5 minut o'tdi, kelmayapti, 10 minut o'tdi, kelmayapti. Yana qaytib qildim. Aka dedim, kelib qoldingizmi dedim. Qanaqadir joydan o'tib, endi yangi ko'chib kelgan joyimiz, men bilmayman joylarni. Falon joydan o'tyapman dedi. Mana shu atrofda bo'lsa kerak dedim. Bo'ldi dedim. Yana 5 minut o'tdi, 10 minut o'tdi, kelmayapti. Uy jahlim chiqishni boshladi. Qorin och. Endi bilasizlar, qorin ochganda, jahl chiqadi deydi. Yana qilyapman. Keyin nima bo'lyapti? Mana kirdim, anaqadan shlagbaum bor ekan, shlagbaumdan.
bo'ldi где-то shlagbaumdan mani uyim ko'ringuncha где-то 10-15 sekundda men borani 20 sekund 1 minut o'tdi. Velini tasavvur qilyapman, chunki anaqada ham veli ko'rsatmay eslolmayman. Hozir tushunyapman. Velosipedga ketganmiz, velosiped ko'rsatadi, skuter. Unda ahamiyat bermadim. Xullas 1 minut o'tdi. Kim o'tdi? Ko'rinmayapti-da. Qarab turib, oxiri ko'rindi odam. Peshkomda. Ko'cha minus emas-ku, menimcha, lekin sovuq edi-da. Oktyabr edi. Ani odam peshkom keldi. Endi men shunaqa g'alati bo'lib ketdim, ishoninglar. O'sha payt davomman endi vallohu alam ishonasizlarmi yo'qmi? Velosipedim bo'lganda o'sha odamga velosiped beraverardim. O'sha payt niyat qildim, Xudo xolasa men velosiped beraveraman bitta odamga dedim-da. Endi ani odam bilan so'rashyapman, qo'lim muzlab qolganda, ishonasam. Anaqani ochyapti, sumkasini ochyapti, men ovqatni olyapman, ovqat muzlab yotibdi, suv etganmiz, suvlar to'kilib yotibdi. Boshqa odam bo'lganda bilmadim. Usharmidi, so'karmidi? Endi men minimalniy anaqa qiladi, mani rahmim keldi-da u odamga cho'qsam. Men aytdim, nimaga ishlayapsiz deyapman-da. Endi aka o'ylab boqishim kerak deyapti-da. Men savol berganga xijolat bo'lib ketdim-da, cho'qsam. Ovqatni yeolmadim, ishonasam, ovqat o'tmadi. Men uyga keldim, ovqatni shundoq qo'ydim, o'tiribman-da. Uydagilarga aytib beraman, ishtaha buzilgan. Ovqatni sovugandan emas. Nimaga zakaz qildim deyapman-da, aytmasam. To'g'ri, u odam pul ishladi, lekin nimani hisobiga? Odam sovuydi, muzladi, kasal bo'lishi ham ehtimoli bor-da. Aytmasam, o'shanda odamga rahmim kelib ketganda, men bir kuni veli podarka qilaman dedim. Endi hammanglarni ishtirokinglarda qilyapmiz, lekin nima deydi anu? Здравствуйте. У вас кафе тут такое? Да, сейчас. Поэтому моя книга. Anaqami? Arendada ham yurishgan ekanmi? Arendada yurishgan ekanmi velosipedda? Желаю вам удачи. Спасибо. Ha? Arenda nechi pul deysiz? Siz o'zingiz-ku, to'g'rimi? Xo'p, to'xtang. Yo'lga. Buni avring. Avring. Charchamang. Bu kuryerimizning velosipedlari o'zlariniki ekan. Yana bitta zakaz qilamiz endi. O'sha zakaz qilamiz, 3-zakazimiz. 4-chi bu уже, 4-chi ketdi. Hop. Plus. Nagit qo'shib yuboring. Qator ming. Bir narsani e'tiborga olamiz. Elvisi dastavkasi arzon ekan. Ey, qattasan, o'sha omadli inson deydi. Aka, men bu arzimasa ham. Mana как раз o'zingizdan suv bor edi. Avring. Olvering aka. Cho'ta uzum tezkordan hammasi skuter, velosiped kelyapti. Hozir Yandex Go'dan zakaz berib ko'rdik. Balkim Yandex Go'dan peshkom kelib qoladi. Yandex zakaz qildik, Yandex Go'dan. Burada peshixod ko'rsatyapti. Опаздываю на спешу. Xullas, peshkom kelsa yaxshi, beraveramiz. O, bratан, наконец-то. Ты чё, не пугайся. Дождались тебя. Короче, начинающие блогеры. Да, мы хотим за минимальные условия дать тебе вели. Ну, наша цель была такая. Хорошо? Чтобы люди не подумали, чтобы как бы мы тебе дали и забрали, чтобы, ну, как бы, мы тебе реально этот велик даем, без каких-либо условий, чисто от души. Спасибо. Так. Опа! Просто уже 2 часа сидим, заказываем, но все равно не приходит. Можешь ставить? Да, я кататься не могу. Слушай, это вот зарядка от фонарика, да. Это задние фонарики. Это прицеп, да? Да, это прицеп. Ты этот, да, поставь сумку. Как мы- самоделку сами сделали это? Можешь там поменять еще. Давай, ставь сумку. Ну-ка, поставь, мы этот попробуем. Ну, у тебя чуть дальше. Ты же это умеешь, да, кататься? Да, умеешь. Да. Вот, даже тебе насос даем. Что, вдруг? Спасибо. Да.
Нет, еще ниже, где-нибудь сюда. Так. Все? Ништяк? Все, ништяк? Как-нибудь сам себе как бы удобнее сделаешь, Да, чтобы да, это да. безопасно было. Как бы. Да. Да. Va nihoyat topdik mana peshkom yuradigan odamni. Это тебе подарок. Почти от спонсоров, надеюсь. Все. Тут вот можешь себе телефон поставить спокойно. Сумочка, да. И для воды тоже. Для воды, вот этот, как это называется? Замок, да. Да. От него замок где, кстати? Да, вот. Все есть. Ключик. Вот. Все есть, имей в виду. Спасибо, спасибо. Ключ от твоей новой машины. Да, можно так сказать. Спасибо, спасибо. Этот, как тебя зовут? Взяли? Ильгиз. Ты когда-нибудь вообще как бы не мечтал, как бы думал, когда-нибудь буду велик купить или как-нибудь? Да, я вообще в аренду хотел взять, чтобы быстрее заказ сделать. Да? Теперь не придет. Вот, как раз тебе этот, как именно тебе как бы это было. Тебе досталось. Тем более я отдельно живу от родителей сейчас. А, Братом да? живу, да, если выбор. Мы так и хотели, чтобы Достойный Достойный чтобы человек был. забрал достойный человек. ты только осторожно, безопасность превыше всего, да, конечно. Эмоции какие просто можешь поделиться подписчикам Вообще нашим? необычные. Нам интересно это все, Да. потому что Мне первый раз такой подарок, например, делают, ну, в таком вообще размере, объеме, да? Ну. Вообще, слов нету даже. Да. Всё. Сказать даже нечего. Прям вот радостно вообще, что быстрее заказы буду делать, больше денег заработаю. ну да, конечно. Да. Брата обрадую там с другом. Квартира у нас нормально все будет. Если не сложно, это, конечно, не обязательно, но просьба, если сможешь, историю сделаешь, вот реально, что мы как бы подарили. А то есть такие разговоры, что мы как бы фейковые и так далее. Да. Хорошо. Мы будем рады. После работы, когда работу закончишь, Да, когда да, да. свободный Домой будешь, приду, да, я да, сделаю видео, поставлю, Да, да, обязательно выложу. И Всё. в Телеграм выложу тоже. Все, давай. Красавчик просто. Удачи. Не опаздывай, а то у тебя заказ. Спасибо, да. Другой, да? Хорошей работы. Удачи. Chiqaysan yetyapsiz. Soat ровно 2dan 12 minut o'tdi va Yandex Go'dagi kuryerga bizani velosipedimizni nasib qildi. Kuryer juda ham yosh ekan. Men o'zim xursand bo'ldim. Nima deydi? Yosh bola bo'lib turib, Да, endi mehnatni o'shanda boshlagan. Уже mehnat qilyapti. Men xursandman. Именно mana shu bolaga nasib qilganidan. Тем более uyda dedi, kvartirada yashaymiz dedi. Akam og'aynim bilan yashaymiz dedi. Ko'rgan bo'lsa yomon titradi u bola. Ana hayajondan. Hayajon. Men boshida ishonmadi. 2 marta, 3 marta ishonmadi. Oxiri keyin tushundi reallikligini. Videoni o'zida ham ko'rsa bo'ladi. Naturi titrab, menga unaqa bo'lmagan deb o'zini yo'qotib qo'ydi. Keyin o'zi tushuntirdi, hammasi yaxshi, siprusta qo'ysa berilyapti deb. Xo'p. Emotsiyalar. Yaxshi, lekin ancha kutdik. Ancha kutdik lekin 4 soat vaqt ketdi. Men o'shanga yarasha emotsiya oldim. Attishi xursandman. Ha, men xursandman va o'sha niyat qilganimizdek keyingisini xudo xolisa elektr skuter qilamiz inshaalloh nasib qilsa. Ha. И mana shu joyi bizga chiroyli qilib qo'yib bergan mana shu akamizga kattakon rahmat. Tepanov qo'y. Kofelariga gap yo'q. Kofelari bir, ice tea mojitolarni вообще gapirmasa ham bo'ladi. Вообще zo'r qiladi. Bemalol kelib, bu yoqda ham kofe, ice tea, mojito ichib ketsanglar, afsuslanmaysizlar. Tak, lokatsiya, mana bu kofening lokatsiyasi bu yoqdan Salom choyxonadan kelish, bu yoq Gorkiga ketish. Salom choyxona bilan Gorkining o'rtasidagi ostanovka, ko'pchilik biladi, sayohat ostanovka deyiladi o'zi. Mana kofe bizani o'tirgan joyimiz. Biza Oddiy Qora orasi. suvli bor. Qora suvli bolalar tez